Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Dar Italyandamiz aziz do'stlar. Dar Italyanda 4 qavatli binoni 3-qavatida 3 xonali kvartirani sizlarga tanishtirib o'tamiz yurtdoshlar. Arzon joy qidirib bilgansiz do'stlar. Yana shu arzon joyimiz Xudo xolasa. Bu yerimiz bir xonasi bo'lgan. Xonani stenani ko'parib, kattalashib, dalon qilib qo'ydilar. Bu yonimizda ochiq balkon ham bor yurtdoshlar. Yurib turamiz deyim. Bu yanımız samuzelimiz, qachoqxonamiz aziz do'stlar. Yurib turamizdik. Gaz, svet, sudan boshqa muammosi yo'q belada. Bu yerimiz ayollarimiz oshxonasi. Alohida otobxonasi bor. Yurtdoshlar. Bu yanımizga kelamiz. Bu yerimizda Xudo xolasa yana ko'rib turganingizday bir xonasi. Bu yerimizda zakrytый balkon bo'ladi. Zakrytый balkonni stenasini olib xonamizga qo'shib kattalashtirib qo'ydilar aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek patologlarimiz ham figura qabza turibdi ekan. Alohida otobxonasi ham bor ekan, oynalamiz plastik akvadan ekan. Bu yanimizga kelaversak, Xudo xolasa bu yerimiz spannisa ekan yurtdoshlar. Bu yerimiz yana ko'rib turganingizdek spannisa. Kanalımıza hurmatli obunachilar, lokatsiyamizda o'sha gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz srochniy sotuvda. Shu joyimizga layklarini bosib, podpisatsiyalarni bosib bersangizlar tez tarqatish uchun. Joyimiz srochniy sotuvda, pul zarur ekan egasidan, shuning uchun joyimizni narxi ekranda arzon narxda qo'yib qo'yamiz yurtdoshlar. Bemalol telefon qiling, telefonimizni kutib qolamiz.